Заказ tushdi. С инвалидным креслом молчу на слышу вас deb yozib qo'yibdi. Endi bu qanaqa zakaz ekan, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Hormayli aka. Nima bilan belgilab qo'ygansiz? Nima? Yo bilaman, bosilib ketgan. Nima degani u? Men invalidning kreslodan gapira olmayman, eshitaman faqat deb yozgan. Ha, bosilib ketgan aka mana. Bosib qo'ymayman, hech kim olmaydi unaqa zakaz. Mana Instagram kontent qilaman deb hozir kalaskada kimdir chiqarsa kim Mana bir bechoraga yordam berolmay turibman. Qanaqa uni atmay qilsa bo'ladi? Ya atmay qilmay turing endi. O'zi belgilashni olib chiqadimi shunday? Xullas, boya kommentariyadagi videoni o'zingizlar ko'rdinglar. Invalidni kreslo ne говорю, no слышу degan kommentariyali xullas klientimiz Guldirginozdek 4 ta odam bo'lib chiqdi. Sog'lom, mayli, tanligi sog' bo'lsin. Nima qilamiz, biz epizodchi davom etinglar endi. Всего хорошего!